Tartıvelingan hayat. Roman. Abdori Mustafa Abdurrahim. 1. bölüm. 20. qism. Yulduzning Nazilani ittirganini ko'rganlarning hammasi og'zini ikki qo'li bilan etib, hayron bo'lib, joyida turib qolgan edi. Ilshod darhol kelib, Nazilani yo'lib oldi. Izzatxon voy yurikim, voy beshim deb joyida turolmayli qolgan edi. Yulduz Nafisani yo'lab turg'izib, Nazilaga qo'lini shiltib turib, shundoq dedi. Men sening o'ktamlik qilishlaringga hozirgacha chidab keldim. Endi bo'ldi qilmayman. Sen men bilan qiyrish uchun bichar do'stimni bo'sh qo'ymadi. Hatto o'zingning qonunliq tekkan irodingni foydalanib, uning yuzining to'kilishiga parvo qilmay mush o'yinni qo'yding degina. Dunyoda sendekmi pes odam bo'ladi ekan. Men sana deb qo'yay, hamma. Men bugun mening tug'ilgan kunimda mening do'stimga qilganlaringni, shundaqli yuzimga urgan mush bir qochtingni menga unutib qolmayman. Menga men o'yin qo'ymadim. To'la o'zingning qilgan ishlaringni menga aytman dema. Agar ularning orasida bir ish yuz bermagan bo'lsa, Ilshodning og'zining atrofidagi ma'u qizlarim nima amsa? Kallangni yomon ishlarga ishlatmay, mo'xo ko'zingni obdan yechib qara. Ondan nimaning rost, nimaning yolg'onligini ko'ra olaysan. Mening ko'zim mo'xo ekan taxi? Voy, qanday qilay? Asli mo'xo degan sen. Doktorxonaga berib ko'zingni tekshirib baqsaq bo'g'dak. Glaukoma bo'lib qoldingmi taxi? Ocho qara hamma. Ajdaha mevasining rengi. Ilshod boya salat yegan. Shu chaqda chiqib qopti. Askar tutib qo'yishga fursat bo'lmay qopti. Ishonmasang qo'ling bilan surtib, ta'mini titib baq. Yulduz ikki qo'lini olmab qo'yib, Ilshodga yo'linib qolgan Nazilaga mug'ambarlarcha shu gaplarni qilib o'tadi. Mavlud eg'ir uftardi. Ondan o'zi berib Ilshodning yuziga sovushib qolgan qizil rangni surtib, purab baqdi. Uning rostilla ajdaho mevasining rangi ekanligini bilgandan keyin Nazilani qattiq aybladi va Nafisadan tovanchilik bilan kechirim so'rab, bugungi yig'ilish mushagichi bo'lsin deb qaytadiganlarni qaytirib etdi. Yulduz osmon o'rilib tushsa tegidimon tiyapti degandek, Mavlud uning uchun sovg'a qilgan qizil ranglik mashinaning atrofida parvonadek cho'gilab, heli mashinani quchoqlasa, heli so'yib, atrofda bo'linayotgan bu ko'ngilsizliklardan hech xabarsizdek bir holda turadi. Arslanning ko'zi ipardili edi. Fursat bo'lsa, uningga tushuncha berish uchun payt saqlayotdi. Ipar xurjun tag'irdek kelansiz usul kiyimining ichida opsi Nurxonning bilikiga esilib, o'ng'aysizlangan, shundaqla boya yuz bergan ishlardan bearam bo'lgan holatda qarab turadi. Nurxon qizining mashinasi bo'g'inidan xush bo'lib, bir yerlari qimildab, joyida turolmayli qolgan edi. Mavlud Yulduzning xushalligini buzmaslik uchun boshda gap qilmadi. Keyin Yulduzning yana mashinaga qarab, Arslonga gap qilayotganligini ko'rib, uni uyga qaytib kirishga chaqirdi. Yulduz Mavludga ma'qul dada deb mangdi va darhol to'xtab, Iparga ko'rsatish uchun qasdan Arslonning oldiga berib, uning ko'zlarining ichiga qarab turib, bugun atoyitan o'zini deb bu yerga kelganligi uchun rahmat aytdi. Orqadan Arslonning belikini yenik birini tutib qo'yib, opsiga men kirib ketdim. Sizlarmi uyga kirib ketinglar debla Mavludning orqasidan ko'z aynaklik yilondek to'lg'unib menib kirib ketdi. Ipar Arslonga diqqat qilmagandek ko'ringani bilan, umi pat-pat uningga qarab turgan bo'g'ashqa, Yulduzning Arslonga yaqin kelib degan gaplari. Shundaqla Arslonning belikini tutganligini aniq ko'rgan edi. O Nurxonga mangayli debla beshiga cho'nkab qolgan do'ppisini elib etib, ko'ngli yerim bo'lgan holda uyga kirib ketdi. Arslon toki Ipar kirib ketganga qadar uning orqasidan qarab turdi. O'zining shu chaqda kayfiyatini kontrol qilolmay, Iparga qo'pol muomalada bo'lg'ini uchun ko'ngli to'limi yerim bo'ldi. Lekin hozir pushaymon qilgan bilan vaqt orqaga yenib bermaydi-da. Shun chiqib ketgudak, u kutubxonada zodi nima maxfiyatlik saqlangan bo'g'iydi. Buni Arslonning bir o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. Shunday qilib, bu ahamiyatsiz bir kunma oxirlashib,
Quyosh har kundagiga o'xshash o'z o'rnida, o'z vaqtida zaminga illiq haroratini chechib, yana ko'tarildi. Turmush halakchiligi uchun oilam, balam, kalam deydigan kishilar sahar o'rnidan turib, tunji navbatlik avtobusga kechikib qolmasligi uchun avtobus bekitida yuziga chim qilib urilayotgan sovuqda tishlarini kasaldatib, ikki qo'lini og'zidan chiqayotgan issiq qo'r bilan isitib, orqadan yuzini, qo'liqini isitqash avtobus saqlashmoqda edi. Bularning orasida bugun ihbar mubo bo'lib, uningga hech sovuq ta'sir qilmagandek bir holda tuniginkiga o'xshash ruhi chiqib ketgan odamdek qarab turadi. Uning yuzlari sovuqdan qizirib, tonirdan heleli qizartib olgan girdigila o'xshab qolgan edi. Navbatchi avtobusdan ikkisi kelib o'tib ketdi. Biroq ihbar bir nuqtaga tikilgan peti joyidan midirlamay qarab turadi. Bir mo'mayning "Qizim, sizda parcha bir yuan bormi? Menda parcha pul yo'q-kan" degan gapidan ondan esini yig'di va quyoshning xilili ko'tarilib bo'lganligini ko'rib, darhol soatga qaradi. "Apla" dedi-da, mo'mayga yenidan 1 yuanlik tangidan birini berib, "Bo'ldi mo'ma, bermisingizmi bo'ladi? Mendami 2 yuanlik parcha pul bor-kan" debla. Mo'mayning tanlagan 5 yuanlik pulini olmay, yiroqdan o'zi tarafga qarab kelayotgan yana bir navbatchi avtobusni to'rt ko'zi bilan saqlamoqda edi. Shunda qilib avtobusmi kelib, o'mi qistilib yurib, aran chiqib oldi. Avtobusning ichi lixli odam bilan to'lganligi uchun gazning g'ayri purqi, yana birining peshvo purqi, yana birining qo'ltiqidan urilayotgan ochiq samsoqning sesiq purqidek puraqlar ihbarning ko'nglini elashtirib, necha qatim "hö" deb ovoz chiqarib soldi. Attigandagi yo'llarning to'silishi sababidan ihbar ishga 1 soat kechikib qoldi. U shirkatning ishidan amdili kirishiga Nurshad uning oldini to'sdi va so'mkasini tekshirish jazosidan o'tkazishini. Shundaqla o'zining 2 qo'lini kangri echib tekshirishga moslashishini aytdi. Ihbar Nurshadni bu yerda ko'rib, ko'ziga ishonmay qoldi. Nurshad, sen bu yerda nima qilasan? Kiyvog'ining qandaq yarishibdimi? Men bundan keyin sen bilan bir yerda ishlaydigan bo'ldim. Bizning liderning qizi Yulduz xonim meni ishga o'zi alayda bir qo'lli qabul qildi. Ham seni kunda ko'rib tura oladigan. Bumi bir hisobda yaxshi bo'ldi. Meni bekla tashlayotdingmi? Meni sevg'inmidingmi? Qalaymiqan gap qilma. Ner tur. Men ishga kechikib qoldim. Mavlud apandi mening texchi ishga kelmaganimni bilsa, pozitsiyasi yaxshi emas, vaqt ko'z qarashi yo'q deb meni ishdan bo'shatdi. Ner tur deyman. Nimanda qilasan? Ha, mana. Tekshirsanglar bo'ladi-ku shu. Qani tez tekshira. Hay, nima qilyapsan? Unda qilma, boshqalar ko'rib qolsa turadi. Neri o't deyman, neri o't. Nurshad yon tarafdan Arslanning jadval ko'tirib manganini ko'rib, qasdan uninga ko'rsatish uchun ihbarni tekshirgan bo'lib, uni quchoqlab olgan edi. Arslan ko'z oldidagi bu ko'rinishga bardoshlik bermay, qo'lidagi jadvalni yondagi ustalga tashlab qo'yib, udul berib Nurshadning yoqasidan oldi. Ihbar Arslanni ko'rib cho'chib ketdi. Arslan Nurshadning yoqasidan chang siqib olgan bo'g'ashqa Nurshad nafas ololmay qizdirib ketgan edi. Ihbar Nurshadning chiroyiga qarab, darhol Arslanning ko'krikidan ittirdi va o'zini zo'rg'a besib elib turib, "Mening ishlarimga aralashish huquqini sizga kim berdi, ha? Nemishqa doim ko'z oldimda paydo bo'lib olasiz? Menmi sizning ishlaringizga aralashmagandan keyin sizmi mening ishlarimga aralashib yurmang? Nurshad mening do'stim. Uni hurmatsizlik qilmang bo'lamdi. O'tib turing." Ihbar shu gaplarni aran deyalgan edi. U gapini deb bo'libla Arslanning oldidan kesib o'tdi. Shu tapda u Arslanga undaq gaplarni qilg'ini bilan yuragi Arslanning yuragidimi bak etishib og'rib o'tadi. Ihbar ishxonaga kirmay, udul qo'l yuyish uyiga kirdi va og'zini 2 qo'li bilan qamollab etib turib, unsiz yosh to'kdi. Bu bechora bu yerda yosh to'kib o'ltirganning o'rnida Arslandan nemishqa o'ziga qo'pol muomala qilganining haqiqiy sababini, shundaqla u maxfiy kutubxonada
Zaten neymi məxfiyyətlik yoşurunğanlıqını sorusulu pommudumu? O soruğan bolsa, belkim Arslan düşənçi birə boğuydu. Və ya ki, düşənçi birəmmisimi? Onun köngli təskin tapqıdak birə cavabını bolsumu birətdiği. Muhabbət degen muşuda. Yaxşı köygən adımımızdan kiçikkina azar yap qalsaqmı, içimizge sığdıramaymiz. Məxfiyyətlik saxlamız ikən, həmmə ortaq bolsikən deb ümid qılımız. Herkes onun bunda qilishida oyluğunu badu deb zinhar oylamaymiz. Şu sebepten öz ara işenç susluşup, rişti məhkəm bağlanğan söygüni oturluqda çoğunqur azapqa mubdula qılımız. Onda qılıb nemegimi erişemiz. Ağrıydığını yanıl özümüzden aciz yürüki. Muhabbet adamni nemi oylağı sanmaydı. Yani nemi oyladın keştirmeydi ha? Muhabbet tatlıq. Ama intayin şiirin azaptır. Tipik misali mana turupdu. İpar bilen Arslan muhabbetinin başlanışıdaki addi bir tosalğudunu yengip ötemey, nemi azaplarını tartıvatıdı. Könglimdikini tat degende qilib yurgandin. İşki eğiz gap bilen tushundirib tugitiversa, mushi ishmi yo'q edi-ku. Bo'pti. Ularningmi o'zining o'ylig'ini badi. İpar qo'l yuyish uydan chiqib, xizmat o'rniga kelib o'ltirdi. Arslan pat-pat uningga yiroqdan qarab turadi. Bu ahvolni tövanda turib ko'rib turgan Nurshat bu xabarni Yulduzga yetkazay deb uningga telefon qilib, İpar bilan Arslanning munosabatining g'alitali ekanligini, İparning uningga qattiq pozitsiyada bo'lganligini dedi. Yulduz Nurshatga yaxshi qilding, atigichasini o'zim izlab yaxshi mukofotlayman deb telefonni qo'ydi. Andin Nafisaning yeniga berib, uningdan tunigun kechda nima ishlarning yuz berganligini so'rash uchun Nafisaga telefon qilib ko'rishishni aytdi. Nafisa o'zini koni mahalladagi odam iz basmaydigan xarobiylikda yolg'iz o'ltirganligini, xolisa mushiyaga kasimi bo'ladiganligini dedi. Yulduz Nafisaning yeniga ketayotgani shu daqiqada u yerga allaburun boshqa birisi berib bo'lgan bo'lib, yiroqdan Nafisani marlab, odam yo'qligini bilgandan keyin uning yeniga kelib bo'lgan edi. Nafisa tuyuqsiz birining arq tarafidan uzatgan bir tal qizil atirgulini ko'rib, cho'chib orqaga qaradi va ko'zlariga ishonmayla qoldi. Siz bu yerda nima qilasiz? Bu atirgul. Meni kechiring Nafisa. Akşam mening bexasligim tufayli siz o'g'ilchilikda qoldingiz. Qilmagan ishning ustidan qop-qora tuhmatga qoldik. Oldingizda to'limi xijilman. Men sizni... Nafisa Elshadning gapining o'tirdilli uzib, uning leviga o'tqashdak qizil lavlarini yoqqan edi. Naq mush ahvoli yuz berayotgan vaqtning o'zida Yulduzmi bu yerga kelgan bo'lib, u voy onamay deb og'zini atganicha yon tarafdagi daraxtning kayniga mo'kib, yanchuqidan astag'ini yanfunini oldi va levini tishlagach. Vay. Senmi boş emaskensan-ku, avaxinam. Yoq deydi, mok yeydi degan mushida. Dunyoda biz yemaydigan mushuk yo'qligini bugun oxir yana bir qatim tushundim. Pah, men nima degan talaylik, ha? Bu ikkisining mush oltini suratga tatib olsam, qo'limda cho'ng isbotdan birsi bor bo'ladi emasmi? Elshad bilan Nafisa o'zlarini birining yiroqdan o'g'irliqchi suratga tortayotganligidan bexabar, Elshad Nafisaning bo'ynidan, Nafisa Elshadning belidan mahkam quchoqlab turib, beshini yeli o'ngga cho'risa, yeli so'lga cho'rib, muhabbatning paysini surishmoqda edi. Nazilaning Elshadga ishonmagani asli mushi sababdan kan emasmi? Erining yomon odati borligini bilgachga, u to'xtamay Elshadning alqiniga elib olibdi. Bichara Nazila va uning ikki bolasi bu ishlardan bexabar shu topda nima qilayotgandi? Nafisa Elshadning levidan levini ajratdi.
va ko'zidan sirg'ib tushayotgan yoshlarini chapinining yengiga aytqach, Elshadga qarab shundoq dedi. Elshad aka, baya sizga adabsizlik qilib qo'ydim. Meni kechiring. O'zimni faqatla tutib olamadim. Oqshamqi shu tuhmatlarga uchragandan keyin men shunday qarorga keldim. Men nemishqa yemagan mantining pulini to'lagirakman. Nemishqa qilmagan bir ishim uchun ayblanib, shuncha xo'rlikqa uchrayman. Undan ko'ra ayolingizning gumonlarini real turmushda ikkimiz muhabbatimiz orqali yezib chiqsak nima bo'pti? Qarsam sizni faqatli ko'zga ilmaydi ekan. Siz u xotinga zoyi ketgan Elshad aka. Men sizni yaxshi ko'rib qoldim. Navada sizning menga ko'nglingiz bo'lsa, siz o oyni tashlab chiqsangiz, ikkimiz yiroqlarga ketib atdi. Ammo pak muhabbatimizni davomlashtirib, chechimiz oqargacha birga o'ssak. Agar unda qilamisangiz, bo'ldi. Hozirlik ketdim. Baya yuz bergan ishni faqatli yuz berib baxmagan deb o'tkazib yetayli. Men sizni ham meni suyib, tenimga huzur, illiqlik ato qilgan shu ozg'ina muhabbatingizni yurakimning cho'nqur qatlamlarida saqlab, bir umr tanha o'tib ketishga roziman. Bo'ldi yig'lamang-a. Raskatni qilsam, sizning boy deganlaringiz amaliyotda mening yurak so'zim edi. Menmi sizni yaxshi ko'raman. Sizni tunji ko'rgan shu daqiqadan boshlabla sizga oshiq bo'lganman.